men bilan ve 100 gün biz konteynerda yashab qolishimiz kerak. Bu konteyner juda ham katta. Siz o'ylaganingizdan ham katta. Qarashlar va biz har xil to'siqlarga uchrashimiz mumkin. Mana bunday ko'rib turganingizdek suvlar toshishi va konteyner, maxluqlar bilan urushish, bularning barchasi bizga to'sqinlik qila olmaydi baribir. Birinchi kun. Konteyner juda ham shinamga o'xshaydi. Qani bu yerda qutilarmi? Qutilar juda ham ko'p ekan. Bularning ichida nima bor deb o'ylaysiz? Redstone va cho'pak ip, temir, bu qog'oz ekan. Bu men temir deb emas. Biz hozir barchasini tutib olamiz. Axir bularning barchasi bizga kerak. Qani yana bu yerlarda nimalar chiqishi mumkin deb o'ylaysiz? Kommentariyga yozib qoldiring. Chiroq ham bor ekan. Chiroqni yoqdik. Chota biz tepaga chiqishimiz kerak. Qani, Oppa! Sinish juda ham qiyin ekan. Qani sakrab chiqa olmaymiz axir. Demak, biz mana bu konteynerdagi qutilarni buzib, yo'lakcha qilamiz. Ya'ni izni. Mana endi bemalol chiqa olamiz. Vau! Ochiq oydin suvni qaranglar. Konteyner xuddi cho'kib ketgudek o'xshaydi va biz ovqatmi va suvimiz tugashi ham mumkin. Ya'ni biz chanqashimiz ham mumkin degani. Qaranglar. Biz bu yerda baliq tutamiz. Biz baliq tutishimiz juda ham zarur. Qani, baliq tutishni boshlaymiz. Qani, mana endi qalmoqni tashlaymiz. Qani, va biz endi ozgina sabr qilishimiz kerak. Qandaydir obyektiv keldi bizga. Baliq qachon ilinarkan? Nima bu? Jellyfish, ya'ni meduza. Qani, endi ironka nima bular? Axir bular bizni просто axlatga o'xshaydi. Biz yana ko'plab ketgacha tutdik. Mana buni qaranglarki, biz navbatimiz juda ham ko'p narsa tayyorlasa bo'lar ekan. Ikkinchi kungacha men nima qilishni bilmayman. Shu sababli qo'limdan kelgan barcha ishni qilyapman. Ya'ni tirik qolish uchun kurash degandek. Tong ham bo'ldi. Ikkinchi kun esa boshlandi. Mana bunisini qaranglar. Hozir bizning qornimiz to'q, chanqaganimiz ham yo'q. Baliqlar tutildi, zombi go'shtlar. Nima deb o'ylaysizlar? Balkim bizga barcha ishlarimiz, balkim qutqaruvchilar kelib qolishar. Bizni olib ketishi mumkin, to'g'riman. Gapirib o'tiribman, narsa yasab, sayrab. Bunda bu sizlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Hozir esa biz cho'paklar esa bu yerga o't qo'yishimiz kerak. Ana. Qaranglar. Endi konteyner bizni siqib turadi, sovuq bo'lmaydi. Bularni esa qo'yib olamiz. Nima tayyorlanishini men ekrangizga ko'rsataman. Ko'ringizdek, bu yerda mayda temir tayyorlaymiz. Juda ham ajoyib. Yasashimiz mumkinmi? Yo'q. Hozircha turgani yaxshi. Chunki hali kerak bo'lishi mumkin. Qaranglarki, biz yana baliq tutishimiz kerak menimcha. Suv bugun yaxshi. Yana to'lqinlangani yo'q. Nima qilishimiz deb o'ylaysiz? Va biz shunday narsani topib nimadir yasaymiz. Qo'limdan kelgancha barcha ishlarimni aytyapman. Qani. Demaymiz, chunki biz bulardan narsalarni pishirib va har xil narsalarni tayyorlashimiz mumkin. Yana baliq tutishni boshlaymiz. Qalmoq tashladim. Ikkinchi kun ham tugayapti. Qorong'u tushdi jigarlar, endi nima ham qila olamiz? Mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Biz baribir ham tutishdan to'xtamaymiz. Bizga akulalar hujum qilsa ham to'xtamaymiz. Davay. Barcha narsa esa biz kuchayamiz. Axir biz omadlimiz. Axir biz o'lib ketmadik. Yordam so'rayaptimi? Bor qolay. Biz shunday narsani yasab turib bemalol yotishimiz mumkin bo'ladi. Yasashimiz uchun barcha narsa ekranga chiqarilgan. Menimcha ko'rdingiz. Quti. Eng qiziq akula bo'lishi ham mumkin. Men shundan qo'rqyapman. Akula. Qani. Qutini olib barcha narsani yig'ishtirib ol, yig'ishtir. Qani. Yo'q. Yo'mayo. Jigarlar chiqdim. Qani, endi ham bu yerda nimalar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Barcha narsani biz tayyorlab olamiz. Qaranglar, mana bu zamonaviy yotoqni. O'z yotoq deyilami? Biz bu yerda qutilarga narsalarni solib boramiz. Chunki baribir ham hammasini ham quti vazifasini bajara oladi. Biz universalmiz. Biz konteyner juda ham universal. Axir bu suv tozalanmagan ekan va biz bu suvni tozalash uchun bunday narsa yaratishimiz kerak. Nomini ham bilmayman, menimcha filtr. Qani. Nima deb o'ylaysizlar? Bu filtr bizga foyda beradi. Yo'q, men adashibmanmikan? Shuni tozalaymiz. Toza suv chiqdi, jigarlar, tomosha qilinglar. Endi qutilarni tutishni boshlaymiz. Qani, u qutini qalmoqda tuta olamizmikan? Nimadir bo'ldimi o'zi?
Men şu vaqtgacha juda ko'p narsalar tutdim. Va susishdan to'xtamaymiz, chunki faqat bizni qo'limizdan shu narsa keladi. Men bu videoda atigi 6 kun yashab qolishim mumkin. Keyingi video uchun sizlar menga iloji boricha ko'p omadman, prosmotr jag'i berishingiz kerak. Qani, konteynerga qaytdik. Barcha joylarni o'rganib konteynerga qaytdik. Meni mini qayiqcham ham bor. Endi esa biz buni cheksak nima bo'ladi? Yo'q. Invertorda pastlash nima yo'q. Va menga ideya keldi. Ya'ni biz o'simlik yetishtiramiz, ya'ni bug'doy va biz buni oziq-ovqatimizni cheksiz qilishimiz mumkin. Konteyner ichida suv, ozgina suv teshib qo'ysak konteyner to'g'ri suvga to'lib qoladi. Shuning uchun baribir konteyner namligi o'tadi va biz durbin yasaymiz. Ya'ni boshqa joy. Ikkinchi qism tez kunda tayyor turinglar.